Assalomu alaykum, hurmatli aziz fermer va dehqonlar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qoraqalpog'iston, Qozog'istonda bizni ko'rayotgan hurmatli dehqon va fermer akalarimiz, mana bugun 4-aprel 2026-yil YouTube orqali o'zimni Ox Agro YouTube kanalimga videolar qo'yib borar ekanman. Bugun bir narsani sizlarga aytmoqchiman. Bizda o'zimizni O'zbekistonda tayyorlangan Ox Agro nomi ostida bir qator urug'larni qadoqladik. Bu 2025-yil boshlangan. Bugungi kunga kelib bu urug'lar O'zbekistonning 12 ta viloyati va qo'shimchasiga Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bozorlarida ham sotilmoqda. Shuni hisobga olib, mana bugun shularni bir nimaga terib sizlarga ko'rsatmoqdaman. Bizda bir qator urug'larimiz bor. Misol uchun Handalak urug'i bor. Bu ham o'zimizni Ox Agroni o'zini mahsuloti. Ichidagi urug'ni to'g'ri seleksiya qilib, to'g'ri tartibda olingan bir bitta poliyani urug'i. Keyinchalik urug'ni o'sib chiqqan unuvchanligi ham hisobga olingan. Inshaalloh hosili ham yaxshi bo'ladi. Keyin bundan tashqari Tarpeda qovun navi, bu Sirdaryoda olganmiz. Buni birgalikda hamkorlikda ishlagan dehqonimiz bor. U dehqon bilan sizlarni hali xudo xolasa YouTube kanalida qo'shimcha videolar qo'yib, yangi ma'lumotlar berib boramiz. Tarpeda ham mana shunaqa Ox Agro nomi ostida qadoqlangan. Mana sizlarga ko'rsatishim mumkin. Ox Agro. Keyinchalik bu yerda oshqovoq urug'larimiz bor. Bittasi Atlas oshqovoq, uzunchoq bo'ladi. Bunisi esa sallakadiga o'xshagan muskat oshqovoqlari, ko'rinishi shu tartibda bo'ladi. Keyingisi Atlas. Bu ham o'zini samaradorligi yaxshi bo'ladigan, kutilayotgan urug'lardan. Xudo xolasa biz bu yil to'g'ri seleksiya qilib tartibda oldik. Shunaqa qadoqlaganmiz. Ox Agroda bor. Keyinchalik ko'kcha va bosvoldi qilib qadoqlaganmiz. Bu ham o'zimizni O'zbekistonda urug'i. Mana bu ham. Ox Agroga videolar qo'yib borar ekanman. Bu aynan sohani o'zim Sidqidildan yaxshi ko'raman. Bu soha men uchun juda qadrli soha. Shuning uchun menga aloqaga chiqayotganda qaysidir dehqon yoki qaysidir fermer umuman urug' sohasida chiqayotgan ekan, barchasiga minnatdorchilik bildirib qolaman. Sizlar bilan olib borayotgan faoliyatimizdan juda ham xursandmiz. Shu bugungi kungacha bir qator viloyatlarda bo'ldik. Shu o'rinda Xorazm, Qoraqalpoq, Buxoro, Samarqand, Jizzax, Surxondaryo, Vodiy tomonlarda va Toshkent viloyatining o'zining atrofidagi tumanlarda bo'ldik. Ya'ni o'zimiz sotgan urug'larni hosilini ko'rish, qanday bo'lyapti, dehqonning kayfiyati qanday, xudo xolasa mana shularni bir qator qildik videoga. Endi bu 2026-yildan maqsadli qilib rejalashtirib, xudo xolasa qo'shimcha ma'lumotlarni YouTube kanalimizga qo'yib boramiz. Ox Agroni kuzatib boring. Xudo xolasa Ox Agro da yaxshi va yangi ma'lumotlar bo'ladi. Yana shu narsani aytmoqchimanki, mana aprelda 4-si ekan. 4-aprel bugun makka urug' ekilinishi boshlab yuborildi. Bugungi kunda bizda ham makka urug'lar bor o'zimizda Ox Agroda. Aynan shu makka urug'lardan kerak bo'ladigan bo'lsa, fermerlarga, dehqonlarga, savdogarlarga bizlarga aloqaga chiqsanglar, 90 kunlik va 120 kunlik yaxshi makka urug'lar bor. Hurmatli aziz fermer va dehqonlar, Ox Agroni kuzatib boring. Sizlarga sihat, salomatlik, yaxshi kayfiyat, ishlarga barokat va bardavomlik tilab qolamiz. Barchaga sihat, salomatlik tilab qolaman. Ox Agroda qoling. Aqlbek Ikromov.